Yo'da hammaga salom. Sizlar bilan Bekinjon va biz bu orolchi va biz bugun survival qurib qolishimiz kerak. Qanaqadir orolchiga paydo bo'lgan do'stlar. Unda ketdik. Chiqanoq daraxtdan yo'g'ilganki, har taraf xatdan olamondi. Daraxtsiz ishlab bo'lmaydi do'stlar. Bundan hozir kelaman. Va do'stlar, mana bularni hal qilib bo'ldik. Hozir do'stlar, mana shu narsaga majbur bo'ldim do'stlar. Qani ketdik. Yasab bo'ldim. Jinasigacha. Yasashga tushamiz. Albatta lozim ekan do'stlar. Juda qonim och qolmas, tovuq o'ldirib. Qo'yib so'ng qo'yib do'stlar. Ketguncha. Do'stlar, toshlarga ham qo'ydik. Tavuk kerakmi do'stlar? Tavuk buyurdik shu tavuk kerak menga tavuk qani? Tavuk. Do'stlar, qornim juda ham och. Mening qornim ham bo'yib. Mana do'stlar, demak mana 3 minutlik video bo'ldi. 4 minutli oladi ertaga. Hazırlayacağım ko'pir oladi. Bugun unchalik vaqt yetmaydi, shuning uchun ertaga Abdullajon ko'proq video olamiz. Hozir meni oldimda akam Kayro o'tiribdi do'stlar. Albatta men. Demak bu videoda hazırlaşın. Demak do'stlar, sizlar bilan xayr. Akam keyin sizlarga yana bitta xabar. Akam agar notebooki bo'lib qolsa, notebookidan video olishni bilib olsa, o'ziga YouTube kanal ochadi do'stlar. Albatta notebookda do'stlar. Demak hammaga xayr. Azimudda xudo xolasa men YouTube'ga chiqmoqchiman. Ko'rishgan bo'lsanglar, Shahinjon degan YouTuber Azimudda obzor qilgan. 332 ta mod qo'shilgan. Qayda ham do'stlar. Unda hammaga xayr.